ishlardim. Yo'q qilmasdim. Nima ish qilasiz o'zi? Operatorman. Yok, конечно. Обязательно. Ishlardingiz. Ishlaydim. Qariyalar diskotekasini o'tkazuvchiman. Agarda pulning ahamiyati bo'lmaganda, hozir ishlayotgan ishingizni, ya'ni ishlarmidingiz yana qaytib? Ishlaydim. Ishlardingiz, nima ish qilasiz o'zi? Hamshiraman. O'qitdi. Qilasiz, puli qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Yo'q, qilaydim baribir. Odamlarga yaxshilik qilish kerak, qo'l qilish kerak. Yordam berish kerak kasallarga. Shuncha ishlaydim. Rahmat, joyingiz sog' bo'lsin. Yok, конечно. Nimaga? Yani pul qadri bo'lmasa hozir ishda ishlamasa qanday bo'ladi? Yo'q, pul ahamiyati yo'q. Ya'ni nima ish qilsangiz ham shu bir summa olasiz. O'zingizning kasbingiz nima hozirgi? Men Xitoy tekstilda sotuvchiman. Shunda ishlarmidingiz? Zavod. Qaytib. Обязательно. Ishlardingiz. O'qituvchi. Agarda pul ahamiyati bo'lmaganda shu kasbingiz yana ishlarmidingiz? Ishlardim. Ishlardingiz, kechmasdingiz. Ishlardim. Bu o'quvchilaringiz. Urmaysizmi bularni? Ba'zida. Mana shu yerda qariyalar diskotekasini o'tkazuvchiman. Aha, tushunarli. Qarang. Agar pul ahamiyatga ega bo'lmasa, siz ushbu kasbni yana qayta tanlagan bo'lardingiz? Ishlaverardingiz? Bo'lardi. Qaysi taraflari yoqadi sizga? Endi qanaqadir odamni organizmiga baribir bo'ladi. Pul ahamiyatsiz bo'lgandami? Yo'q qilmasdim. Nima ish qilasiz o'zi? Operatorman. Shuning uchun ham qilmayman qayta. Ahamiyatsiz bo'lsa qilmayman. Chunki ming xil odamga ming xil muomala u juda ham qiyin o'zi. Tushunaman. Agarda pul muhim bo'lmasa, ya'ni summa muhim bo'lmasa, shu kasbingizni qayta yana ishlagan bo'larmidingiz? Ha, yana ishlagan bo'lardim. Nega? O'zim bolalarni yaxshi ko'raman. O'zimga o'qituvchilik nimasi qiziqda. O'zimga. Rahmat. 3 yildan keyin nima qilganman? Pensiyaga chiqaman. Rahmat kattakon, charchamang. Kasbingiz nima? O'qituvchi. O'qituvchi. Agarda pul umuman ahamiyatga ega bo'lmasa, shu kasbingizni qayta tanlarmidingiz yana? Ha, tanlardim. Nega? Bolalar shu yaxshida, bunaqa bilim berish, shular bilan ishlash qiziq. Uyda dam olmasak ham maktabda men dam olaman shular bo'yicha. Yaxshi, sizda o'quvchilar ko'paysin. Rahmat.